Navbatdagi mashinamiz Lacetti. O'zi ham paloviy kraskaga o'xshab ketgan. Qo'lni pechkalarni yechib oldi. Salonlariga ham oqishni boshlagan lekin paytida ko'rib ketdilar. Mana pechkani ham ovamiz ichidan yorib bir ahvolga qo'ygan. Hammasiga zanglab ketgan, zang alyuminiydan chiqishmaydi. Bir pasda eng nozik joyidan boshlaydi. Zangladi, eng nozik pechkadan boshlaydi. Qancha sistemani zanglatmay yaxshi ushlab o'tiraman ahvol. Yengil tekshirib chiqdi. Yeb tashlagan. Odam yengini qo'yib beramiz, original zavodini, o'zlarini alishtirib beramiz. Shuning uchun shunaqa gaplar. Shuning uchun antifrizga qarab yuringlar. Zanglab ketgan, mana o'sha 1 milliondan oshib o'tishyapti antifriz pechkalari. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, kelsangiz ishlarni chorli qidirib beramiz. Kanalimizdan kuzatishga davom etinglar, salomat bo'lasiz.